Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sog' salomatmisizlar? Mana biz dori sepish jarayonidamiz. Xo'sh, mamnaqa idishda ikkita burel degan dori oldik shiraga. Karomimizga shira tushib qolgan ekan. Shunda 100 grammdan ikkita 200 gram 200 litrga 200 gram mamndan qo'shildi, burel degan doridan. Uni rasmini ko'rsata olmayman, chunki mana bunaqa idish topib keldik-da, burel ekan nomi. Nomini aytib ketolmayman, burel. Bitta shunaqa idishda kley oldik. Bargiga yaxshi yopishtirish uchun kley beradi, so'rasanglar. O'sha ekinlar o'zini kleysi bo'ladi. Bitta bakalashga mana shunaqa bakalashkada oldik, 100 milligramlikda. Karomimizga mana bunaqa Leopard Duokil degan dori sepamiz. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin. Biz ko'p dori oldik, chunki bu примерно 240 minglarga aylandi hammasi. Burel bilan 260 minglarga aylanibdi. Burel, kley, manba. Buni o'zi 220, 230 chiqar ekan, buni o'zi. Ular bilan 260 larga aylandi. 200 litrlik suvga 260 ming so'mlik dori ishlatamiz. Bu qancha joyga desanglar, yarim gektar joyga sepamiz. Yarim gektar joyga shu 260 ming so'mlik rasxod qildik. Qurtiga, shirasiga. Hozir sizlarga shirasini ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu ikkinchi ekilgan karomimiz ancha katta bo'lib qolgan, ko'ryapsizlar. Uje o'rash boshladi. Kirib ko'rsataman. Uje o'rash boshlagan. Mana o'rash boshlagan. Ora-ora mana bunaqa biragi bo'ladi. Bu ham o'riydi. Xunukroq o'riydi. Mana bunaqa biragi bo'ladi mana. Bu ham o'riydi, xunuk o'riydi. Bu o'zingizlar ishlatishga bo'ladi. Bozorga xunuklik qiladi. Xullas 90% yaxshi o'rayapti bizniki. 10% mana shunaqa biraklari bor, mana bunaqa biraklari bor, 10%. 90% yaxshi. Dona-dona o'rayapti. Dori sepish jarayoni. Xo'sh, hozir bu yoqqa olib kirib ko'rsataman sizlarga. Mana ko'rishinglar mumkin, mana shira tushgan. Shunga sepamiz hozir. Mana shira tushib, buzmay qo'ygan karom mana. Barglarini g'ijimlab tashlagan shira. Hozir sizlarga qurt tushgan joyini ham ko'rsataman, topoli. Mana ko'p joyga tushmagan-u. Qurt tushgan joylari ham bor. O'tgan videoni ko'rayotganlar bo'lsa, mana karomimiz kosadek bo'lib qolgan. Kosadek bo'lib qolgan. Xudo xolisa, hali yana bu ancha kattalashadi. Ancha kattalashib, xudo xolisa yaxshi hosil kutamiz. Mana bir tekis o'ragan, shu 95% yaxshi o'ragan bu. 95% yaxshi o'ragan mana. Qurt tushgan, ko'ryapsizlar, teshib tashlagan ichini ham. Xudo xolisa, bu dorilarimiz sisteminniy dori. Sisteminniy degani mana bu bargiga tegsa ham butun tanasiga tarqaydigan dorini sisteminniy dori deyiladi. Biz sisteminniy dori sepamiz. Aptekachidan yaxshi sisteminniy dori berdik. Shu Leopard degan dori ekan. Hozir ko'rsatib o'tganim. Shuni berishdi. Xudo xolasa mana dori sepib, ishtovini beryapmiz. Bunga keyingi suvda endi yana silitra solamiz hammasiga. Hammasiga silitra solib sug'oramiz. Kuzatishda davom etinglar. Sizlarga xudo xolasa rasxotidan keyin foyda qancha qoladi hammasini yozib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.